Assalomu alaykum. Akaxonlarim, jigarlar. Yoz ham oxirgi oyda turibmiz aka, mana inshaalloh. Kuz kirib kelyapti. Ko'mirga harakatlar ham boshlangandir. Endi ko'mirlashtirgani mashg'ulotni olib taslam deyman-da. Jigarlar. Vodiy bo'ylab 1,300,000 so'mdan bu o'tinimiz, yo'l kirasi, hamma narsasi ichida olib borib tushirib berishiga jicha yordam berasizlar xolos. Shu sizlardan bo'layotgan iltimos. E'tiborada olib borib tushirib yuboramiz. Nima deysizlar? Olib berasizlar shu o'tinni? Tandirga, sonzapazlarga, oshxonalarga, xonadonlarga ko'mirlashtirgani o'chaqqa. Qattiq o'tin o'rniga o'tmaydi-yu, lekin qolgan hamma yo'qni bajarib beradi. Pechkani eritib yuborolmaydi-yu, o'ta kuchli issiq chiqarib beradi pechkadan. Tunuka pechka bo'lsa aka. Akalar. Bunaqa o'tinlarimiz ham bor bu tomonda. 50 sm bu ham uzunligi, bilaydaqa qalinligi. Ketmosobdan qalinroq bo'ladi. Bu tomonda o'tinlarimiz endi qishga harakat akalar. Mana shu quritib, yayib quritilib taklanadi bu tomonga. Bu tomonlarimiz ham o'sha hozir gumalab ko'rganlarning quritilyapti. Zarlos aloqadamiz akalar, to'g'rasizlar. Taklab yuklangan, lekin shunchaki tashab qo'yilmagan, irg'itib qo'yilmagan akalar. Taklangan bu. Mehr berilgan akalar. Ichi chalama-chakkis bas. Behijolat aloqadamiz. 24 soat 7 kun aloqadamiz. 91 119 1336 telefon raqamlarimiz. Vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, bag'i Perivaldan qaytamiz, ag'i Do'stli chegaradan qaytamiz, bag'i Nanaydan qaytaveramiz akalar. Zarur bo'lsa xizmatdamiz akalar. Hijolat telefon qilaverasizlar, plastik, naq olaveramiz.